Bugun sizlarga MSI brendidagi blok pitaniya obzor qilib beramiz. Sotuvda bor. A650BN 650 80 plus bronza bo'ladi. Buni ko'rishingiz mumkin. Nima chiqarmaydi? 20+4 plataga, 4+4 pin protsessorga, video karta ulanadigan 6+2 dan 2 ta chiqadi, SATA dan 5 ta, Molix dan 2 ta, FAT dan 1 ta chiqadi. To'laqonli korobkasi. Bu ATX 2.4 bo'ladi. Qog'ozlari chiqyapti buni. Kabeli bor. Mana blok pitaniyaning o'zi. Mana buni ichida mana bu kabeli chiqadi. Bunga переходник olish kerak, bo'lmasa tushmaydi bizaga. Mana blok pitaniyaning o'zi. O'zi ham og'ir, bu mana tarozda ko'rishingiz mumkin. 1 kilo 330 gram chiqyapti. Keyin mana bolt chiqadi. Keyin mana makulaturasi chiqadi. 3 ta qog'oz chiqargan unda. Mana plataga ulanadigan joyi. Keyin mana spuna kabeli 4+4 8 pin. Keyin mana video kartaniki mana 6+2 dan 2 ta bor. Keyin 5 ta SATA bo'ladi. Bemalol olsanglar bo'ladi. Alligator nuqta.uzda bor bu blok pitaniya. Hozirgi kundagi narxi $53 chiqyapti. Buyurtma bersanglar bo'ladi. 16-60 yoki 20-60, 30, 40-seriya video kartalar bilan ham ishlaydi. Faqat 40-90, 40-70 Ti'larni buni kuchi yetmaydi lekin. Yoqqan bo'lsa like bosing.